Mayin va yumshoqqina chiqadigan medoviylar bugun dasturxoningizda. Birinchi bo'lib ishni 8 ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Oqini yaxshilab ko'pirtiramiz. Ko'pirib chiqqandan keyin 2 piyolada shakar va tuxumni sarig'ini ham solib bitta ko'pirtirib o'chiramiz. Отдельно idishda 8 osh qoshiq asalni eritamiz. Erigandan so'ng 1,5 choy qoshiqda soda solib, ranglari shunaqa chiroyli kirguncha yaxshilab aralashtirib turamiz. Chiroyli rangga kirganidan keyin 250 grammda margarin hamda yana 1,5 choy qoshiqda soda solib yaxshilab aralashtirib, ozgina sovutib olamiz. Iliq massamizni ustiga tuxumli massamizni ham qo'shib yaxshilab aralashtiramiz va keragicha un solib shunaqa quyuqlikda xamir tayyorlab olamiz. Ana endi uni 4 ta teng bo'lakka bo'lamiz va yog'langan, unlangan listimizga qo'limiz bilan shunaqa ochib yoyib olamiz. Har bitta korjimizni 5-7 daqiqa davomida pishirib olamiz. Korjlarimiz pishib chiqquncha xona haroratida yumshagan sariyog'imizni ustidan molakoyimizni quyib, krem tayyorlab olamiz. Va birin-ketinlikda korj krem qilib yig'ib olamiz va eng oxirida ustidan krem surib, korjlarimizni chetidan qolgan urvoqlarini sepib 2 soatga propitka uchun olib qo'ysak, juda ham mazali medoviyimiz tayyor. Bunaqa medoviy uchun bitta yurishcha kutib qolaman. Albatta tayyorlab ko'ring.